Assalomu alaykum, chiroylilarim. Sizlarga chiroyli yangilik bilan yuzlandim. Men chiroylilarim. Bugun cheslo nechi bugun? 24-yanvar. Bu video ertalab soat 10:30 ga olingan, shanba kuni olingan video. Kim kommentariyaga yozsin. Men shu inshaalloh mana shu bir haftaning ichiga hadiya tarqatmoqchiman. Alloh yo'liga qiladigan ihsonimni kasallardan xabar olaymi, obodonlashtirishga ihson qilaymi yoki bo'lmasa uyiga kasal bo'lib yotgan bemorni holidan xabar olaymi yoki bo'lmasa chiroylilarim chekka bir qishloqda chekka joyiga borib hadiyaga chiroyli narsalarni moshinga olib o'y tarqataymi. Menga sizlarning fikringlar muhim. Menga kommentariyaga hamma o'z izohlarini qoldirsin. To'g'ri, ehsonni bildirmay qil, ehsonni aytilmaydi, aytib qilinmaydi. Sevda video olaman, Salim. Ehsonni aytib qilinmaydi deydigan gaplar bilan hozir ba'zi birlar o'zini xunuk fikrlarini bildirish mumkin. Siz jim o'tiring, chiroyliga. Qo'lingizdan bir kishiga kofe berish kelmaydi. Sizni qo'lingizdan faqat g'iybat keladi. O'shaning uchun gapirishingiz hojat yo'q. Bu videom, bu so'rovnomam meni o'zimga o'xshagan chiroyli, qalbi chiroyli, mehri daryo, asalkalarim, jonkalarimga tegishli. Landi, o'yin boshlandi. Kommentariyaga yozing.